Salom, hurmatli kanalimiz obunachilari va qadrli tomoshabinlar. Bugun sizlar bilan hayotingizning muhim bir jihatiga ta'sir qiladigan, ayniqsa 6-2 yoshdan oshgan fuqarolarimiz uchun dolzarb bo'lgan masalani batafsil ko'rib chiqamiz. Bu sizning pasportlaringiz aniqrog'i, shaxsingizni tasdiqlovchi asosiy hujjatingiz bilan bog'liq yangi qoidalar haqida. Bu ma'lumot har bir pensioner va ularning oila a'zolari uchun g'oyat muhim. Chunki u sizning nafaqangizni olishingizdan tortib bank operatsiyalarigacha, hatto xorijga chiqishingiz yoki davlat xizmatlaridan foydalanishingizgacha bo'lgan barcha jarayonlarga bevosita ta'sir qiladi. Agar siz bu ma'lumotlarni o'z vaqtida bilmasangiz va tegishli choralarni ko'rmasangiz, jiddiy muammolarga duch kelishingiz mumkin. Shuning uchun iltimos diqqat bilan tinglang va hoziroq kanalimizga obuna bo'lishni hamda ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu video ko'proq odamlarga yetib borishiga yordam beradi. Muammoning mohiyati, avval qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, avval vaziyat qanday bo'lganini eslab o'taylik. Ilgari biometrik pasport tizimiga o'tilishdan oldin eski namunadagi qizil rangli pasportlarimiz bor edi. Bu pasportlarning muddati cheklanmagan bo'lib, ular yoshga doir o'zgarishlarni aks ettirish zarurati tug'ilganligini almashtirilardi. Masalan, yuzning jiddiy o'zgarishi yoki ma'lumotlarning eskirishi. Biometrik pasportlar joriy etilgach, ularning amal qilish muddati aniq belgilandi va bu odatda 10 yilni tashkil etardi. Odatda fuqarolar pasport muddatini tekshirishlari va muddat tugashiga yaqin qolganda uni almashtirishlari kerak edi. Biroq ko'pincha, ayniqsa keksa avlod vakillari bu sanani esdan chiqarishlari yoki bunga yetarlicha ahamiyat bermasliklari mumkin edi. Davlat xizmatlari markazlari yoki mahallalar orqali ma'lum bir yoshga yetgan fuqarolarga bu haqda eslatmalar berilardi. Lekin bu har doim ham to'liq ta'minlanmasdi. Hozir esa vaziyat birmuncha o'zgardi. Ayniqsa 6-2 yoshdan oshgan fuqarolarimiz uchun yangi qoidalar va tartiblar doirasida shaxsingizni tasdiqlovchi hujjatni, ya'ni biometrik pasportingiz yoki yangi namunadagi ID kartangizni yangilashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Asosiy o'zgarish shundaki, davlatimiz raqamli iqtisodiyotga o'tishni faol ravishda amalga oshirmoqda va bu jarayonda har bir fuqaroning shaxsiy ma'lumotlari, xususan biometrik ma'lumotlari, yuz qiyofasi, barmoq izlari doimiy ravishda dolzarb va aniq bo'lishi talab etiladi. O'rtacha hisobda 30-35 yoshdan keyin insonning yuz qiyofasida sezilarli o'zgarishlar yuz berishi mumkin. Barmoq izlari ham yoshga qarab o'zgarishi, ba'zan biroz xiralashishi mumkin. Bu esa eski biometrik pasport yoki ID kartadagi ma'lumotlarning zamonaviy texnologiyalar yordamida aniq tan olinmasligiga olib kelishi mumkin. Shu sababli 12 yoshdan oshgan fuqarolar uchun pasportni yangilash yoki ID kartaga o'tish jarayonini tezlashtirish va bu borada yanada qat'iy talablarni joriy etishga kirishildi. Bu endi shunchaki tavsiya emas, balki ko'plab holatlarda davlat xizmatlaridan uzluksiz foydalanish uchun zaruriy shart bo'lib bormoqda. Endi sizning pasportingizning muddati bo'lsa ham, agar u ancha oldin olingan bo'lsa va undagi biometrik ma'lumotlar hozirgi holatingizga mos kelmasa, sizdan uni yangilash talab qilinishi mumkin. Birinchi asosiy qism, nimani bilishingiz kerak? Kim tashvishlanishi kerak va kimga kerak emas? Keling, endi bu qoidalarni batafsil ko'rib chiqaylik. Nimani bilishingiz kerak? Birinchidan sizning joriy pasportingiz, biometrik yoki ID karta qachon olinganini tekshiring. Agar u 6 yoshga to'lganingizdan oldin olingan bo'lsa va hozir siz 6-2 yoshdan oshgan bo'lsangiz, demak sizga albatta e'tibor berish kerak. Chunki ID kartalar 6 yoshdan oshgan fuqarolarga 10 yil muddatga beriladi. Ammo ba'zida avvalgi biometrik pasportlarda muddat erta tugashi mumkin edi yoki umumiy raqamli tizimga integratsiya uchun yangilash talab qilinishi mumkin. Asosiy maqsad har bir fuqaroning raqamli shaxsiyatini tasdiqlovchi ma'lumotlarni dolzarb holatda saqlashdir. Ikkinchidan, bu o'zgarishlarning sababini tushunish muhim. Bu shunchaki qog'ozbozlikni ko'paytirish emas. Raqamli davlat xizmatlari tizimi, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, YIDXP va bank tizimlari kabi joylarda sizning shaxsingizni masofadan turib tasdiqlash uchun aniq va dolzarb biometrik ma'lumotlarga ehtiyoj bor. Agar sizning eski pasportingizdagi yuz suratingiz yoki barmoq izlaringiz hozirgi holatingizga mos kelmasa, tizim sizni taniy olmaydi. Bu firibgarlikning oldini olishga, shuningdek shaxsiy ma'lumotlaringiz xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiladi. Uchinchidan, yangilangan hujjatga ega bo'lmaslik qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin?
Bir, nafaqani olishda muammolar. Ba'zi holatlarda ayniqsa banklar orqali nafaqani oladiganlar uchun banklar tomonidan pasport ma'lumotlarini yangilash talab qilinishi mumkin. Agar sizning hujjatlaringiz eskirgan bo'lsa, nafaqa to'lovlari vaqtincha to'xtatilishi mumkin. 2. Bank xizmatlari. Kredit olish, yangi hisob ochish, pul o'tkazmalari kabi operatsiyalarni amalga oshirishda jiddiy to'siqlar paydo bo'lishi mumkin. Banklar qonun bo'yicha mijozlarning shaxsi haqidagi dolzarb ma'lumotlarga ega bo'lishlari shart. Davlat xizmatlari. Poliklinikaga ro'yxatdan o'tish, shifoxonaga yotish, subsidiya olish, ma'lumotnoma olish kabi ko'plab davlat xizmatlaridan foydalanishda muammolar yuzaga keladi. Raqamli tizim sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni tasdiqlay olmasligi mumkin. 4. Xorijga chiqish. Agar siz sayohat qilishni rejalashtirgan bo'lsangiz, muddat o'tgan yoki biometrik ma'lumotlari eski bo'lgan pasport bilan chegaradan o'tishga ruxsat berilmaydi. Bu sizning rejalaringizni butunlay buzishi mumkin. 5. Firibgarlik qurboni bo'lish xavfi. Eski ma'lumotlarga ega hujjatlar ba'zi holatlarda firibgarlar tomonidan suiiste'mol qilinishi xavfini oshirishi mumkin. Yangi himoyalangan ID kartalar bu xavfni kamaytiradi. Kimlar tashvishlanishi kerak? Agar siz 62 yoshdan oshgan bo'lsangiz va hali ham eski namunadagi qizil pasportdan foydalanayotgan bo'lsangiz, garchi ular ichki amaliyotda deyarli ishlatilmay qolgan bo'lsa-da, ba'zi kishilarda saqlanib qolgan bo'lishi mumkin. Bunday pasportlar bilan biror ish bitirish mutlaqo imkonsiz. 6 yoshga to'lmasdan oldin olingan biometrik pasportingiz bo'lsa va uning amal qilish muddati yaqinlashayotgan bo'lsa, garchi muddati bo'lsa ham ba'zi holatlarda sizdan ID kartaga o'tish talab qilinadi. ID kartangiz bo'lsa-yu, lekin siz uni 6 yoshdan ancha avval olgan bo'lsangiz va hozir 6-2 yoshda bo'lsangiz, uni tekshirishingiz kerak. Chunki yangi qoidalar aynan bu yosh toifasiga nisbatan biometrik ma'lumotlarni yangilashga qaratilgan. Doimiy ravishda davlat xizmatlaridan, bank operatsiyalaridan foydalanadigan yoki xorijga chiqishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, siz birinchi navbatda tashvishlanishingiz kerak. Keling, konkret misollar bilan tushuntiray. Misol 1. Mariya Oppa 13 yoshda. U Rossiyadagi nevarasini ziyorat qilishni rejalashtirgan edi. Uning biometrik pasportining muddati hujjatda yozilishicha hali 2 yildan keyin tugaydi. U safarga otlanayotganda pasportini ko'rsatganida chegara nazorati xodimi uning pasportidagi surat Mariya Oppaning hozirgi qiyofasi to'liq mos kelmasligini, ayniqsa keksa yoshga xos o'zgarishlar tufayli identifikatsiya qilishda qiyinchilik tug'dirayotganini aytdi. Mariya Oppa safarga chiqa olmadi, chunki uning eski pasportdagi ma'lumotlar zamonaviy biometrik skanerlar orqali aniq tasdiqlanmadi. U pasportni zudlik bilan ID kartaga almashtirishi kerakligi ma'lum bo'ldi. Bu uning sayohat rejalarini butunlay buzdi va nevarasining ko'z o'ngida xijolatga qoldirdi. U agar avvalroq bu ma'lumotni bilganida, vaqtida hujjatini yangilab, muammosiz sayohat qilishi mumkin edi. Misol 2. Ahmad aka 65 yoshda. U har oyda nafaqasini bank kartasiga oladi. Bir kuni u bankka borib, boshqa bir kartochkasidan pul yechib olmoqchi bo'lganda, bank xodimi uning pasport ma'lumotlari eski ekanligini, raqamli tizimda uning ma'lumotlari yangilanmaganini bildirdi. Bank tizimi Ahmad akaning eski pasportdagi ma'lumotlarni qabul qila olmadi. Chunki uning barmoq izlari ma'lumotlar bazasidagi ma'lumotlarga mos kelmayotgan edi. Buning sababi Ahmad akaning pasporti 25 yoshida olingan bo'lib, o'sha paytdagi biometrik ma'lumotlarga hozirgi holati to'liq mos kelmas edi. U zudlik bilan ID karta olish kerakligi aytildi. Shu sababli Ahmad aka o'sha kuni pulini yechib ola olmay, bankdan hafsalasi pir bo'lib qaytdi. Nafaqasiga vaqtinchalik cheklov qo'yilishi xavfi tug'ildi. Bu uning shoshilinch xarajatlarini amalga oshirishga to'sqinlik qildi. Misol 3. Dilfuz aya 38 yoshda. U yoshi tufayli ko'rish qobiliyatida muammolar bo'lganligi sababli davlatdan ko'mak olish uchun yangi bir imtiyozli xizmatdan foydalanmoqchi bo'ldi. U davlat xizmatlari markaziga borganda uning biometrik pasporti muddatidan avval olinganligi va undagi ma'lumotlar hozirgi talablarga javob bermasligi sababli ariza topshirishdan oldin ID kartaga o'tish kerakligi aytildi. Shu tufayli Dilfuz aya o'zi ehtiyoj sezgan ijtimoiy yordamni o'z vaqtida ola olmay qoldi. Yangi ID karta olish uchun ketgan vaqt uning uchun juda qimmatli edi. Kimga tashvishlanish shart emas. Agar siz 62 yoshdan oshgan bo'lsangiz va yaqinda masalan oxirgi 1-2 yil ichida ID karta olgan bo'lsangiz.
Ayniqsa bu ID kartani 6 yoshga to'lganingizdan keyin olgan bo'lsangiz, undagi biometrik ma'lumotlaringiz dolzarb hisoblanadi. Oldingi biometrik pasportingizni ham 6 yoshdan keyin yangilagan bo'lsangiz va uning amal qilish muddati uzoq bo'lsa, sizda hozircha tashvishlanishga asos yo'q. Har qanday holatda ham. Agar sizning hujjatlaringiz zamonaviy talablarga javob bersa va sizning hozirgi biometrik ma'lumotlaringiz hujjatdagi ma'lumotlarga to'liq mos kelsa, sizga tashvishlanish shart emas. Lekin baribir ortiqcha ehtiyotkorlik zarar qilmaydi. Tamoyiliga amal qilgan holda imkon qadar davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, hujjatlaringizning holatini tekshirib olishingiz tavsiya etiladi. Ikkinchi asosiy qism qoidalardan istisnolar, qaltis jihatlar va sezilmas nozikliklar. Har bir qoidada bo'lgani kabi, bu yangi tartibda ham ba'zi istisnolar va e'tibor berish lozim bo'lgan qaltis jihatlar mavjud. Istisnolar: 1. Nogironligi bo'lgan fuqarolar. Ayrim holatlarda og'ir kasalligi yoki nogironligi tufayli davlat xizmatlari markaziga yoki pasport bo'limiga bora olmaydigan fuqarolar uchun uyga borib xizmat ko'rsatish tizimi mavjud. Bunday holatlarda yaqin qarindoshlari mahalladagi mutasaddilar orqali tegishli tashkilotga murojaat qilib, uyda xizmat ko'rsatishni so'rashlari mumkin. Bu albatta ma'lum bir protseduralar va hujjatlarni talab qiladi, masalan tibbiy ma'lumotnoma. Shuningdek, ba'zi turdagi nogironligi bo'lgan fuqarolarga ID karta berishda biometrik ma'lumotlarni yig'ishda yengilliklar bo'lishi mumkin. Ammo bu har bir individual holatga bog'liq va aniq javobni davlat xizmatlari markazi xodimlari bera oladi. Xorijda istiqomat qilayotgan fuqarolar, doimiy yoki vaqtincha xorijda yashayotgan 12 yoshdan oshgan fuqarolarimiz o'z pasportlarini yoki ID kartalarini O'zbekistonning chet eldagi diplomatik vakolatxonalar, elchixonalari yoki konsullik muassasalari orqali yangilashlari mumkin. Jarayon biroz ko'proq vaqt talab qilishi mumkin, ammo bu imkoniyat mavjud. Ular avvalo tegishli elchixona yoki konsullikka murojaat qilib, qanday hujjatlar kerakligini va jarayon qanday kechishini aniqlab olishlari shart. Qaltis jihatlar, pitfall. 1. Uzun navbatlar va kechikishlar. Agar siz o'z hujjatingizni yangilashni oxirgi muddatga qoldirsangiz, ayniqsa ko'pchilik bir vaqtda murojaat qilsa, davlat xizmatlari markazlarida uzun navbatlar yuzaga kelishi mumkin. Bu esa sizning vaqtingizni va asablaringizni sarflashga olib keladi. Shuning uchun imkon qadar tezroq murojaat qilishni rejalashtirish muhim. Ba'zida texnik nosozliklar yoki tizimdagi uzilishlar ham jarayonni sekinlashtirishi mumkin. 2. Kerakli hujjatlarning yo'qligi. Pasport almashtirish uchun odatda eski pasport, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, nikoh to'g'risidagi guvohnoma agar mavjud bo'lsa, joy bo'yicha ma'lumotnoma kabi hujjatlar talab qilinadi. Ba'zida keksa yoshdagi fuqarolarda bu hujjatlar yo'qolgan yoki yaroqsiz holatga kelgan bo'lishi mumkin. Bu esa ularni tiklash uchun qo'shimcha vaqt va harakat talab qiladi. O'tut firibgarlar, afsuski, bunday vaziyatlarda tezkor xizmat ko'rsatishni va'da qiladigan firibgarlar ham paydo bo'lishi mumkin. Ular sizdan pul talab qilib, yolg'on va'dalar berishadi. Hech qachon shaxsiy ma'lumotlaringizni yoki pulingizni shubhali shaxslarga bermang. Pasport almashtirish jarayonlari faqatgina davlat xizmatlari markazlari yoki belgilangan vakolatli organlar orqali amalga oshiriladi. 4. Noto'g'ri ma'lumotlar. Ba'zida do'stlar yoki tanishlar o'zlarining shaxsiy tajribalaridan kelib chiqib, noto'g'ri ma'lumotlar berishlari mumkin. Bu esa sizni adashtirib, noto'g'ri harakat qilishga undashi mumkin. Har doim rasmiy manbalardan DXM, MVD veb saytlari, ishonch telefonlari ma'lumot olishga harakat qiling. Sezilmas nozikliklar, unobvious nuances. 1. Pasport va ID karta o'rtasidagi farq. O'zbekistonda ishga foydalanish uchun ID kartalar joriy qilingan. Bu karta ham pasport funksiyasini bajaradi va u bilan barcha ichki davlat xizmatlaridan foydalanish mumkin. Xorijga chiqish uchun esa alohida xorijga chiqish pasporti qizil rangli talab qilinadi. Ko'pchilik pasport deganda faqat xorijga chiqish pasportini tushunadi. Biroq bu yangi qoidalar asosan ichki shaxsni tasdiqlovchi hujjat ID kartaga o'tishga va undagi biometrik ma'lumotlarni yangilashga qaratilgan. Agar sizda hali eski biometrik pasport bo'lsa, sizdan uni ID kartaga almashtirish talab qilinishi mumkin, ayniqsa 62 yoshdan oshgan bo'lsangiz. 2. Biometrik ma'lumotlarning ahamiyati. Yuqorida aytib o'tganimizdek, yosh o'tishi bilan insonning yuz qiyofasi o'zgaradi. Barmoq izlari ham biroz xiralashishi yoki o'zgarishi mumkin. Bu kichik o'zgarishlar ham zamonaviy elektron tizimlar
orqali shaxsingizni aniqlashda jiddiy to'siq bo'lishi mumkin. Yangi ID kartalar eng so'nggi biometrik ma'lumotlaringizni o'z ichiga oladi. Bu esa sizni har qanday raqamli tizimda tez va aniq identifikatsiya qilishni ta'minlaydi. Masalan, elektron imzo olish yoki mobil bank ilovalariga kirishda yuz tanish yoki barmoq izi orqali autentifikatsiya qilishda zamonaviy biometrik ma'lumotlar juda muhim. O'tib, yig'imlar va muddatlar hujjatni almashtirish uchun davlat boji undiriladi. Bu boj miqdori belgilangan va u doimiy ravishda davlat xizmatlari markazlarining e'lonlar taxtalarida ko'rsatiladi. Imtiyozli toifalar uchun, masalan, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun yig'imda chegirmalar bo'lishi mumkin. Oddiy tartibda ID karta berish muddati 10 ish kuni tashkil qiladi, ammo tezlashtirilgan tartibda ish kunida ham olish mumkin. Bu esa qo'shimcha to'lovni talab qiladi. Shuning uchun muddatni hisobga olib, oldindan harakat qilish maqsadga muvofiq. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilish kerak? Xo'sh, endi eng muhim qismga keldik. Siz nima qilishingiz kerak? Qanday qadamlar qo'yishingiz lozim? Birinchi qadam, hujjatingizni tekshiring. Eng avvalo o'zingizning joriy pasportingiz yoki ID kartangizni qo'lingizga oling. Qachon olinganligini tekshiring, sana va joy. Hujjatning amal qilish muddatiga e'tibor bering. Biometrik pasportlarning muddati 10 yil edi. ID kartalar esa 16 yoshdan 6 yoshgacha 10 yilga, 6 yoshdan keyin 10 yilga beriladi. Agar siz 1 yoshdan oshgan bo'lsangiz, ID karta muddatsiz beriladi. Agar sizning pasportingiz 6 yoshga to'lmasdan oldin olingan bo'lsa va hozir siz 6 yoshdan oshgan bo'lsangiz, u holda ID kartaga o'tish zarurati deyarli aniq. Ikkinchi qadam, kerakli hujjatlarni to'plang. Davlat xizmatlari markaziga borishdan oldin quyidagi hujjatlarni to'plab qo'ying. 1. Eski pasportingiz yoki mavjud ID kartangiz. Bu asosiy hujjat hisoblanadi. 2. Tug'ilganlik haqidagi guvohnoma. Agar eski pasportingizda aniq ma'lumot bo'lmasa yoki shubhali holatlar yuzaga kelsa so'ralishi mumkin. Nikoh to'g'risidagi guvohnoma. Agar turmushda bo'lsangiz va familiya o'zgargan bo'lsa, beva bo'lsangiz, nikohni tugatish haqida guvohnoma, ajralish yoki turmush o'rtog'ining vafoti haqida. 4. Doimiy yashash joyi bo'yicha ma'lumotnoma. Ba'zi holatlarda talab qilinishi mumkin, lekin ko'pincha tizimda mavjud bo'ladi. 5. Davlat boji to'langanligi haqidagi kvitansiya. Bojni davlat xizmatlari markazining o'zida ham, bank orqali ham to'lash mumkin. Eng oson yo'li markazning o'zida to'lash. Chunki xodimlar sizga to'lov ma'lumotlarini to'g'ri beradi. Davlat boji miqdori bazaviy hisoblash miqdorining 90% ni tashkil etadi. Misol uchun, agar bazaviy hisoblash miqdori 360 million so'm bo'lsa, boj 2,7 million so'm atrofida bo'ladi. Bu raqamlar doimiy o'zgarishi mumkin. Shuning uchun aniq summani markazdan bilib olishingiz kerak. 6. Raqamli fotosurat va barmoq izlari joyida olinadi. Shuning uchun oldindan fotosurat olib borish shart emas. 3-qadam, qayerga murojaat qilish kerak? Siz davlat xizmatlari markaziga DX ga murojaat qilishingiz kerak. Bu joylar har bir shahar va tumanda mavjud bo'lib, ular aholiga qulaylik yaratish maqsadida tashkil etilgan. U yerda mutaxassislar sizga barcha jarayonlarda yordam beradi. Yashash joyingizdagi pasport va viza bo'limlariga OVIR ham murojaat qilish mumkin, ammo davlat xizmatlari markazlari odatda zamonaviy va tezkor xizmat ko'rsatadi. 4-qadam, arizani to'ldirish va ma'lumotlarni berish. Davlat xizmatlari markaziga borganingizda u yerdagi xodimlar sizga elektron navbatga yozilishda yordam beradi. Siz navbatingiz kelganda operatorga yaqinlashasiz. U barcha kerakli ma'lumotlarni kompyuterga kiritadi, sizning barmoq izlaringizni oladi va yuzingizni skanerlaydi. Nima yozish kerak? Aslida siz hech narsa yozmaysiz. Operator o'zi arizani to'ldiradi va sizdan uni tasdiqlash uchun imzo chekishni so'raydi. Faqatgina o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlarni, masalan, familiya, ism, otangizning ismi, tug'ilgan sanasi, manzilingiz kabi ma'lumotlarni aniq aytishingiz kerak. Umumiy xatolar. Ba'zida fuqarolar o'zlarining shaxsiy ma'lumotlarida kichik xatolarga yo'l qo'yishadi. Masalan, yashash manzilini to'liq aytmaslik yoki tug'ilgan sanasini chalkashtirib yuborish. Bunday xatolarning oldini olish uchun barcha ma'lumotlarni to'g'ri va aniq berishga harakat qiling. Operator kiritgan ma'lumotlarni sinchkovlik bilan tekshirib, keyin imzo qo'ying. 5-qadam, karta tayyor bo'lishini kutish va uni olish. Idar tayyor bo'lish muddati 10 ish kunini tashkil etadi. Agar siz tezlashtirilgan xizmatni tanlagan bo'lsangiz, bir ish kunida ham tayyor bo'lishi mumkin, lekin bu qo'shimcha to'lovni talab qiladi.
Sizga ID karta tayyor bo'lganda SMS xabar orqali xabar berilishi mumkin. Shundan so'ng siz yana davlat xizmatlari markaziga borib, eski pasportingizni topshirgan holda yangi ID kartangizni qabul qilib olasiz. Kartani olayotganda undagi barcha ma'lumotlarning to'g'riligiga yana bir bor ishonch hosil qiling. Xulosa va yakuniy xulosa, hurmatli do'stlar, bugun biz 62 yoshdan oshgan fuqarolarimizning pasportlari va shaxsiy guvohnomalari bilan bog'liq yangi qoidalar haqida juda batafsil gaplashdik. Tushundingizki, bu shunchaki rasmiyatchilik emas, balki sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz xavfsizligi, davlat xizmatlaridan uzluksiz foydalanishingiz va farovon hayotingiz uchun juda muhim qadamdir. Eski hujjatlar bilan bog'liq muammolarga duch kelmaslik, nafaqangizni olishda, bank operatsiyalarida, davlat tashkilotlariga murojaat etishda yoki sayohat qilishda qiyinchiliklarga duch kelmaslik uchun o'z vaqtida chora ko'rishingiz zarur. Ushbu videoda berilgan ma'lumotlarni o'zingizning yaqinlaringiz, qo'shnilaringiz va tanishlaringiz bilan baham ko'ring. Balki ular ham bu muhim yangiliklardan bexabar bo'lishi mumkin. Hayotingizni osonlashtiradigan ushbu maslahatlarga amal qiling va hujjatlaringizni doimo dolzarb holatda saqlang. Sizning bu boradagi fikrlaringiz, shaxsiy tajribalaringiz yoki savollaringiz bo'lsa, iltimos izohlarda yozib qoldiring. Biz har bir izoni o'qiymiz va imkon qadar javob beramiz. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki bu bizga yanada ko'proq foydali ma'lumotlarni tayyorlashda ilhom beradi. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.